Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Chingiz Aytmatovning Chingiz Xonning oq buluti nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu qissa Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun romanining uzviy davomidir. Bunda adib Asrga tatigulik kun romanidagi Abu Tolib Qutiboyevning qamoqqa olingandan keyingi hayoti tasvirlangan. Lekin tabiiy quyidagicha savollar tug'iladi. Qissa voqealarining 18-asrda hukmronlik qilgan Chingizxonga qanday aloqasi bor? Abu Tolib Qutiboyevga qo'yilgan ayblar haqiqatdanmi? Abu Tolib Qutiboyev oxir-oqibat o'z maslagidan qaytadimi? Ushbu savollarga asarni o'qish davomida javob topasiz. Aziz kitobxonlar, ushbu qissaga qiziqsangiz, Chingiz Aytmatovning bundan-da qiziqarli kitoblarni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.